Keyingi yillarda mamlakatimizning boshqa hududlari qatori Farg'ona viloyatida ham Oyama Kyokushinkai-kan karate sport turi yoshlar orasida kun sayin ommalashib borayotgan yo'nalishlarning biriga aylandi. Ayubxon To'lqinov boshchiligidagi Farg'ona viloyati sportchilari har yil respublika va xalqaro musobaqalarda munosib qatnashib, yuqori natijalarni qayd etishmoqda. Sportchilarning mahorat va tajribalarini oshirishda esa muntazam ravishda uyushtirib kelinayotgan musobaqalarning ahamiyati katta bo'lmoqda. Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasida tashkil etilgan Farg'ona viloyati chempionat ham ana shunday bellashuvlarning navbatdagisi bo'ldi. O'zbekiston chempionatiga saralash bahslarida 19 ta shahar tumandan dastlabki bosqichlari g'oliblari ishtirok etishdi. Oyama Kyokushinkai karate turi bo'yicha Farg'ona viloyatida 500 dan ortiq bolalar shug'ullanib kelmoqda. Toshkent shahrida Jar sport majmuasida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida Farg'ona viloyatidan 20 dan ortiq sportchilar qatnashib, O'zbekistonda Osiyo chempionatida eng ko'p natijani Farg'ona viloyat Oyama Kyokushinkai karate federatsiyasi qo'lga kiritdi. Bugungi musobaqamizdan maqsad aprel oyida bo'lib o'tuvchi O'zbekiston chempionatiga saralash. Musobaqamizda 200 dan ortiq sportchilar qatnashib, respublika musobaqalarimizga saralanib bormoqda. Sharq kurashlari orasida o'ziga xos usullari va zarbalari bilan ko'pchilikning diqqat e'tiborini tortgan mazkur sport turidan bu yil ham qator xalqaro musobaqalar bor. Ayni paytda O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun kuchli mahoratga ega bo'lgan sportchilarni saralash maqsadida o'tkazilayotgan chempionatlar yangi nomlarni kashf etishga xizmat qilmoqda. Turli yosh toifalari bo'yicha Farg'onada kechgan shiddatli janglarda ham bu fikrlar yana bir karra o'z isbotini topdi. Natijalarga ko'ra Shodiyona Ahmadjonova, Nigoraxon Obidjonova, Sardorbek Saidov, Muhammadazim Muhammad Sodiqov, Omadbek Muxtoraliyev va boshqalar g'oliblar qatoridan joy olishdi. G'oliblarga federatsiyaning diplom medallari va esdalik sovg'alar topshirildi. Shuningdek, ushbu sport turini ommalashtirishga qo'shayotgan munosib hissalar uchun murabbiylar va chempionlarning ota-onalari ham munosib taqdirlanishdi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev va Bahodir Hamroqulov Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.